Assalomu alaykum akalar. Bugungi zakazlarimizni ham chiqarib olish arafasindamiz. 4 ta kat yo'limiz Xorazmga chiqib ketadi. Hozir mana bular yarim tayyor holatlari. Bular ispitaniya qilingan, tayyor holatda endi ashpkasini qilsak, o'rasak bo'ldi. 4 ta kat yo'limiz ketadi. 2 ta 200, 2 ta 300 dan. Isuzimiz kelgan. Hozir doimiy shopirimiz Samarqand, Buxoro, Xorazmgacha olib ketishadi. Zember chiroyli qilib upakovka qilamiz buni endi. Yaqin joylarga buni qilib bera olmasak ham uzoq joylarga upakovka qilib chiroyli qilib berib yuboramiz. Mana bular. Hozir ozgina o'zgarish qilganmiz. Dimoxotlarda 2 tali bo'lgan. Tepasiga tushadi. Buni bo'shatib yoniga ham qo'ysa bo'ladi. Tayyor qopqoqchasi bor mana. Qopqoqcha qo'yib qo'yilgan. Orqadan ham olib chiqib ketishaveradi bemalol. Hozir bu joyda 150 ham bor, 200 ham bor, 300 ham bor. Bular olib chiqiladi, endi ashibga qilinadi. Mana bularga o'xshatib o'raymiz. Bular 350 ga kattalar. Bular 350 edi. Dimoxotlar o'zgarish bo'lgan. Garivkalarimiz doimgidek 220 motor. Двойной reduktorli. Bularda ham o'zgarish bo'ladi yaqinda, xudo xolasa. Boshqacha motorlar kelyapti. Birinchi partiyalar yetib keladi deb qoldi. Uniki o'zida qo'sh bo'ladi. Uni motor bo'lsa o'zida qo'shilgan bo'ladi. Aytga qo'yiladi. Juda ham u ham baquvvat, bu ham baquvvat. Bu o'tgan yil undan nechta sotdik, o'zini oqladi. Juda ham baquvvat motor. Bu ham o'ng chapi bor. Bu chap ekan. Bular chap ekan, narigilar o'ng ekan. Mana. Zember 300 dan 2 ta, Zember 200 dan 2 ta. Bu tarafda izlanamiz ham xudo xolasa bityapti. Stachkalar qilib qo'ydik, endi tomini yopsak, fermani to'qib bu tarafga ham ancha kengayadi ishimiz. Zakaz beraverasizlar bemalol. Hozirgi kunda 150 dan boshlab 150, 200, 300, 350, 700, 900 gacha bor tayyori. Yana chiqyapti. Xudo xolasa 1-2 oy ichida 1,5 kvadratlar ham chiqadi. 400-500 kvadrat bilan 1,5 kvadratliklar ham xudo xolasa bo'ladi. Chizmalarni ustida ishlaymiz, ishlayapmiz. O'zgarishlar bo'lyapti kat yo'llarda. Ichkarida tayyorlari ham bor yana. Garikalarimiz. Bu yoqda tayyor kat yo'llar, bu yoqda kesilyapti. Bu joyda ish jarayoni ketyapti. Kattalarga zakaz bo'lgan edi, ular ham mana chiqyapti yana qo'shimcha. Bu 900 talik. 900 talik sistemasi shunaqa bo'ladi. Bitta 200 chiqyapti. Bu yoqda ham tayyorlari bor. 150, 300, 200. Bemalol zakaz beraverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Optimchi klientlarimizga ham narxlardan tushib beramiz, arzonroq qilib beramiz. Optim olishadigan bo'lsa.